Azizlar, assalomu alaykum. 1-apreldagi vahimalar turlicha hamma yorityapti. Turlicha yoritgandan keyin odam o'ylanib qoladi. Birinchi vahima bu prava borasida. Prava borasida 1 yil vaqt berdi. Kimdir VNJ'si bo'lsa, kimdir o'zi Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, 1-aprel 25-yilgacha almashtirib olinglar deb 1 yildan beri har xil saytlarda bong urdi va almashtirganlar almashtirib oldi. Ya'ni Rossiya pravasini olib oldi tekin. Endi ololmaganlar hech qanday hech narsasiz oldi, to есть almashtirdi, prosta bo'ldi. Endi olmaganlar esa imtihon orqali, как положено, imtihon orqali oladi. Unda ham teoriyani topshirsa bo'ldi deyapti. Uni hali qanday bo'ladi? Lekin shu paytgacha VNJ'si borlar almashtirib oldi. Endi Rossiya fuqarosi borlar, fuqaroligini olganlar baribir ham bir kun kelib prava olish kerak edi. Shuning uchun qonunlarda bizga bo'laveradi, boshqa qiladi deb o'ylamay, raz planingiz shu yerdami, tem более Rossiya fuqaroligini olib qo'yganmisiz, endi kechirasiz, pravani ham almashtiradigan payt keladi. Hamma narsani almashtiradigan payt keladi. Shuning uchun azizlar, e'tibor berishimiz kerak. Ikkinchi masala bu imtihon. Rus tili imtihoni farzandlariga, migrantlarning bolalariga deyapti, musofirlar bolalariga. Musofirlar bolalariga nima uchun bu asosan ta'sir qiladi? O'qitmaganlar, ko'pchilik uyda o'qitganlar, bolalarini rus tilida umuman o'rganmaganlar, kelajagini Rossiya bilan bog'lab qo'ygan u 5-6 yildan beri Rossiyada yuradi-yu, lekin kerak bo'lsa biz tilimizni o'rgatamiz degan odamlar bor. Juda ko'p. Azizlar, bu osmondan olayotgan gap emas. O'zim yuz ko'zim bilan gaplashganlarim borda, 20 ta biznikilar o'qiyapti bitta sinfda, 15 ta biznikilar o'qiyapti bitta sinfda deb maqtangan akalarimizni ko'rganman, farzandlarimni. Qolgani 8 tasi, 10 tasi местный xalqdan. Ular ham hammasi ruslar emas. Bitta, ikkitasi turkman, tatar, boshqalardan. U keyin o'zi davlat tili rus tili bo'lsa, qiyin o'qituvchilar qiyin bo'lgan va o'qituvchilar ham buni eshitda jalbalar yozilgan. Bu qonunlar bekardan bekar kelmaydi. Raz maktabda o'qiyaptimi? Avvalambor rus tilini o'rganish shart emas. Shartning sharti. Endi Rossiya fuqaroligini olib qo'ygan akalarimiz bor. O'shalar ham farzandlarini olib kelgandan keyin biz o'zimiz tilimizni o'rgatamiz kerak bo'lsa deb o'ylaydiganlar bor-da. Ular ham hayronsiz, ularga ham hayronsiz. Aslida Rossiya territoriyasini o'tganingizdan keyin rus tili boshlanadimi? Rus tilida boshqa maktab yo'q. Tatarlarda biron bir tatar gimnaziyalari bor, tatar maktablari bor, Dog'iston, Chechenistonlarda. Lekin biz o'zbek, tojik bo'lganimizdan keyin biz hali unaqa 10 million примерно aholimiz shu yerda yashasa ekan, yoki 10 million o'zbek, 10 million tojik tilida gaplashadiganlar bo'lsa ekan, siz bilan hisoblashsa. Unda ham hisoblash gumonu. Shuning uchun azizlar, rus tilini o'rganish kerak farzandlariga. Mayli, siz bilan biz chala-chulpa gapirib boshqa qilamiz, uncha kirmashi ham mumkin. Biz hali o'rgana olmashimiz ham mumkin. Chunki miya qotib qolganlar ko'p-da. Lekin farzandlar ras shu yerda bo'lgandan keyin o'rganish kerak. Bu imtihonlar bizning farzandlarimiz kuzda o'tib bo'ldi. Buni hamma vahimalar chiqqan paytda maktab direktor, ya'ni faollari kichkina komissiya guruhi tuzilib, migrantning bolalari deb o'zi ikkita bizdan bolalardan boshqa migrantlar yo'q. Shu ikkalasiga savol-javob qildi. 1-2 sinfda o'qiydigan farzandlarimizga. Albatta, savol-javoblardan spokойно o'tadi. O'zlari shu yerda o'qiyotgandan keyin yozishi, diktanti, boshqasiga, hammasiga 5 обеспечен. Lekin katta shaharlarda farzandlar
15-20 ta gruppa o'zimizning o'zbek, tojik bo'lgandan keyin rus tilini olishi qiyin bo'ladi. Mana biz o'sha narsalarda ko'p o'ylab, farzandlarimiz maktabga borishdan oldin juda ko'p, baribir 5 yil, 10 yil umrimizni Rossiyada o'tkazishimizni hisob-kitob qilib, qishloqqa borib maktabga berdik farzandlarni. Biroq qishloqqa borishimizdan yana bir nimasida shaharda ham bersak bo'lardi. Shaharlar juda ko'p kuzatganman. 45 tadan bolalar bor 1-2 sinfda. 35 tadan kirib surishtirib ko'rganman. Nechta o'zbek, nechta tojik, nechta tatar, nechta rus so'rab ko'rganman. Farzand maktabga berar ekan so'rash kerak. Aytadi o'qituvchilar, maktab direktorlari har bir maktabda telefon raqamlari bor. O'tirib erinmay telefon qilasiz. Telefon qilganingizda первый klasslarga nechta qabul qilyapti? Bu yil deyapti 35 taga zayavka bor. Shuning 10 tasi tojik, 5 tasi tatar, 10 tasi rus. Aytadi kerak bo'lsa. Sizning millatingiz qanday? Shunday, men o'zbekman, migrantman desangiz, bo'ldi, uyingiz qayerda, zayavka topshiring, boshqa deb muomala yomon bo'lmaydi telefon orqali. Shunaqalarda 5 ta, 6 ta maktablarga telefon qilganman. Частный maktablarga ham telefon qilganman. $350 ekan, 35 ming rubl hozir bo'pti. $350 degan edi. Shu paytda частный maktablar dollarga gaplashgan ekan. Yoki dedi rublga hisoblab beraverasiz kurs bo'yicha dedi. Xullas, itogo biz qishloqdan maktabiga topshirishga o'yladik va qishloqqa biz berdik borib. Qarabsizki, bitta sinfda 4 ta odam bo'lgandan keyin, 4 ta o'quvchi bo'lgandan keyin, 3 ta o'quvchi bo'lgandan keyin, birinchi sinfda 3 ta, ikkinchi sinfda 3 tami shunaqa. Qarabsizki, farzandingiz xoch o'rganadi. Tushunyapsizmi? U farzand uyga kelib darsini siz bilan qilmaydi, o'zi qiladi. Tushunyapsizlarmi? O'zi qiladi. Men farzandlar maktablar haqida juda ko'p videolarim bor. Maktabni ham olganman videoga. O'sha keyin qishloqlarga nima uchun men har doim farzandlarning tarbiyasida, farzandlarning maktabida qishloqlarga chorlaymanki, azizlar, shahar maktablarida institutni endi bitirgan, pedagogik institutlarni bitirgan 25 dan 30 yoshgacha bo'lgan ayollar, qizlar, xullas o'qituvchilar juda ko'p. Ular hali o'zi o'quvchi. Tushunyapsizlarmi? Ular uchun baribir. Bitta o'qituvchini hit bo'lib ketdi. Oyligi bo'lmaganda o'qitmasdim bolalarni deb rus segmentida uni ishdan bo'shatib yubordi, keyin boshqa qildi. Shunday azizlar. Sinflar 45 tadan bo'lib ketgan sinflar bor. Oyliklarini sinf rahbarlariga sal yaxshiroq bergani uchun indamay shaharda o'qitaveradi. Bolaga vaqt ajratmaydi. Endi qishloqdachi? Qishloqda grup aytganda sizga yalinadi. Farzandingni ber, o'zimiz olib ketamiz deb. Uyimizdan uyimizdan qo'shni qishloqqa o'zi 2 kilometr qo'shni qishloqqa mashinada olib borib, avtobus olib keladi. Rus tili biz shu yerda 5 yil institutlarimizni bitirganimizcha, plus minus yana 2 yil magistratura boshqalar, xullas vatan qachon bizni chorlagancha deydi-yu. O'shangacha o'qiydigan bo'lsa, umr o'tib ketyapti. O'z o'rganyapti. Imtihon xullas o'shanday bo'lishi mumkin. Faollar yig'iladi, maktab direktorlari yig'iladi. Ana endi boshlanishi mumkin. Haqiqatdan bilmaydiganlarga haqiqatdan dub bolalar ham bor-da. R harfini bilmaydiganlar bor. O'shalarni balki ko'z nima uchun 50 ta 100 tasini deport qilar, boshqa qilar, lekin bu degani hammani baravariga jo'natadi degani emas. Xavf berda katta sinfdagilarga. Katta sinfdagilar qabul qilgisi yo'q ko'p joylarda. Bilasizlar, talpa-talpa bo'lib olib, 5 ta 6 ta bo'lib olib, o'quvchilarda, boshqa o'quvchilarda qiynagani, boshqa qilgani videolar juda ko'p. Bu haligi natsist gruppalardagi ko'pirtirgan narsadan emas. Bu haqiqatdan shunday narsalar. Shunday narsalar ko'p. Shuning uchun farzandlaringizni qishloq joylarga bermoqchimisiz? Siz o'ylamang, masalan, yaqinda joylashmoqchi bo'lgan o'zbek, boshqa
farzandingiz ruschani sredniy biladimi? Bemalol savol javoblarni o'tib boshqarib ketadi. Unaqa migrantlar o'tadigan imtihonlarday o'tmaydi. Savol javob, ustma savol javob qiladi, juda borsa yozib beradi, yozib ko'rsatadi, boshqa qiladi. Tushunyapsizlarmi azizlar? Bizning mana 1-2 sinf farzandimiz spokойно o'tib ketdi. Hozir endi yana imtihon qiladi degan o'yim yo'q. Qilmasa kerak. Chunki oktyabrmi, noyabr oylarida shu imtihon o'tibdi, imtihon o'tkazdik biz dedi. Shuning uchun azizlar o'ylanmash kerak. Ha, yana rus tili borasida. Rus tili bu yerda men juda rusofob bo'lib, rus tilini yoqlayotgan joyim yo'q. Amerikaga borib yashayotgan odamlar Amerika tilini, ingliz tilini o'rganadi. Fransiyaga borayotganlar fransuz tilini o'rganadi va bolalarini o'qitayotgan paytda o'sha tilda o'qitadi. Aliga borib o'zbek tilida o'qitmaydi. Fransiyaga borib. Agar ruslar esa O'zbekistonga borsa, rus sinfida farzandlarini o'qitishi mumkin. Lekin o'zbeklar Rossiyaga kelgandan keyin o'zbek tili maktabi yo'q. Shuni biz tushunishimiz kerak. Yoki tojik tili maktabi yo'q. Buning uchun 20-30 yil vaqt ketadi bu narsalar reformalar bo'lish uchun. Ras shunday ekan, ilojimiz yo'q ekan. Deysanmi, voh deysanmi, ruschasiga aytganda nravится, не нравится, терпи моя красавица deydi. O'shanday. Xohlaymizmi yo'qmi, ruschani o'rganish shart. Endi uyda esa o'zingizni tilingizda gapiring. Shunda farzand bir taraflama bo'lib qolmaydi. Ana bir ikkitalariga ko'zim tushadi-da, arab tilini rivojlantirish kerak. Arab tili bizning til, arab tili oxirgi til bo'ladi deb. Xullas arab tiliga nisbatan juda qattiq beriladiganlar bor-da. O'rta Osiyoda arab tili necha yuz yil arab tili bo'ldi? Necha yuz yil arab tili bo'ldi? Keyin nima bo'ldi? 5 marta tilimizni aylantirdi, o'zgartirdi. Qarabsizki, arab tilidan a harf qolmadi. Haligacha spor o'yapti. Kirillda yozamizmi, lotinda yozamizmi deb. O'zimiz ham ham kirillda ham lotinda yozamiz, chala chulpa bo'lib ketadi bir xil payt. Chunki miya shu qiynaladi bir xil narsalarga. Chini hozir muammo qiladiganlar bor-da. Yangi o'g'lat вообще uni sonlar bilan o'tkazib berdi. Endi arab tilida agar biz hammamiz faqat musulmon bo'lib o'tib qolavermay, musulmonligimizga qattiqroq turganimizda o'sha arab tilini o'zimiz tilimizda, uyimizda gaplasha olgash darajasida gaplashsak, ana o'shanda saqlanib qolishi mumkin yoki qaytadan bo'lishi mumkin. Arab tili kim xohlamaydi? Masalan, men ham xohlardim. Ammo faqat xohish bu, bir odamning xohishi. Lekin uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun hozir o'zining tiling turk tilini qani shu turk tili deydigan odam yo'q. Tushunyapsizlarmi? Shu darajada hamma yoqda rasvos chiqib ketdi. Endi u o'zimizda Rossiyaga kelgandan keyin bitta rus tili bor. O'sha rus tilini o'rganasiz. Farzandlarni ozgina o'rgatasiz. Keyin qishloqdagi maktablarda repetitor kerak bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, farzandlarimizga repetitor kerak bo'lmaydi kelajakda. Chunki o'qitishi boshqasi hali yaxshi-da, hali sal yaxshiroq. Endi solishtiradigan bo'lsam, ana bizda rus tilini o'rgatayotgan bog'chapalarni ko'ryapsiz-ku. Yig'laysiz ularni ko'rib. Bu azoblash xizmatida, azoblash, ana bog'chapalar ruschani o'rgatyapti-yu. U azoblash xizmati. Haqiqatan azoblash xizmat. Endi bu bizlar 4 marta, 5 marta tilimizni, alfabetimiz o'zgarganiga javob bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Azoblashda, uni eshitib na kulishing bilasan, na yig'lashing bilasan-da. Ajoyib. Shuning uchun azizlar, vahima qilmaymiz. Rus tilini biladiganmiz. O'zi asli
Men rus tili borasida bitta fikrim bor-da. Konkret men o'zim fikrim bor. Biz o'zi ruslashib bo'lganmiz. Faqat rus tilini bilmaymiz xolos. Kim tushundi? Hamma narsamiz qo'yadigan bo'lsa birga bir bo'lib qoldi. Faqat biz ruschani bilmayapmiz xolos. Tushunyapsizlarmi? Tong ma'noda, bu pryamoy ma'noda emas. Bu tushunadiganlar tushunadi, tushunmaydiganlar tushunmadim, qilmaydi. Tushunmadim nima deganingiz bu aka deb yozadiganlar ham bor. Omon bo'laylik.